Ayolni jismoniy mehnat emas, ayolni e'tiborsizlik, haqorat, mehrsizlik, kamsitish xarob qiladi. Homiladorlik qiyin emas. 2 qat bo'lgan bitta sevma degan malomatni ko'tarish og'ir. Homilador ayolga uy ishlarini qilish og'ir emas. Uydasan-u, bekorchi bo'lsang. Mana shunday ta'nalarni eshitish og'ir. Ayolni bolalari charchatmaydi. Biz ham bola boqqanmiz degan pichinglar charchatadi. Epli kelin bo'lolmaganligi uchun emas, qo'shtini kelinidek bo'lolmaganligi uchun siqiladi. Sovigan ovqat, tartibsiz uy, uyqusiz tunlar emas. Sal bundoq o'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? Mana shu savol yig'latadi. Hey, sekin, dadang uxlayaptilar. Bolalar shovqiniga 5 daqiqa toqat qila olmagan ering. O'char ovozini. Bitta bolaga qarashni bilmaysan. Mana shu achchiq gaplar og'ir botadi.